Kichkina mashinada yurib o'zini noqulay his qilayotgan akalar uchun mana bitta katta mashina tayyorlab qo'ydik. Hyundai Palisade Calligraph 2025-yil 5-oy ishlab chiqarilgan. Atigi 17,000 kilometr masofani bosib o'tgan. Balonlari Tirelli 21-22 dyumdagi 4 ta balon ham tortadi. O'zingizlar tashqi ko'rinishiga bitta baho berasizlar. Mashinamizning ko'rinishi umumiy shu holatda. Orqa oldi power chiroqlari ham mana shunaqa katta oldi oblisovkalari ham esa mana juda ham neobishniy ishlab chiqarilgan. Elektrik hamda benzin, ya'ni gibrid hisoblanadi. Xo'p, mashinani tashqi ko'rinishiga o'zingizlar bitta baho bergan bo'lsanglar, endi esa men sizlarga ichlarini bir ko'rsatib o'taman. Bismillahirrohmanirrohim. Eshiklarini ochganimizda mana Palisade yozuvlari bilan chiqadi. Shuningdek, bu yog'ida mana chiroqlar o'rnatilgan, turli xil rangga bu chiroqlar o'zgaradi. Hyundai Palisade avtomobilimiz ayniqsa juda ham oilaparvar insonlar uchun juda ham mos. Sababi bilamiz, bizda O'zbekistonimizda hafta oxirlari butun oilani olib Chorvoqqa, dachaga dam olgani chiqadigan akalarimiz juda ham ko'p. O'rindig'i 3 qator joylashgan. Men sizlarga hozir orqasini ham ko'rsataman. Bemalol bitta katta oila sig'ib ketadi. Mana bu yerda orqasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yoqda mana yana bitta o'rindig'i bor, bir qator. Buni ko'tarsak ochiladi. Shunda 9-10 kishi bemalol ushbu avtomobilimizga chiqib ketadi. Shuningdek, mana orqasida arava tortadiganlari ham bor. Buni ulab bemalol haftalab kerak bo'lsa uzoq manzillarga yursa bo'ladi. Orqa oldi panorama, oldilik ochiladi. Eshiklarida ham mana e'tibor bersanglar, alohida pardalari ham mavjud. Kelinglar, endi men sizlarga ichini biroz ozgina aytib berishga harakat qilaman. Kattagina mana informatsion displey monitor bor. Bu informatsion displey, shuningdek mana bu yoqda monitor. 360 kameralari mavjud. Bemalol ko'rib ketsanglar bo'ladi. 3 ta mod bor, ya'ni xo'p, Eco, Sport hamda My Drive. Aytganimdek, besprovодный zaryadnik, kabelniy zaryadnik, Type-C'lar, mana bu yerda esa mana bir qator knopkalar bor. Konditsioner, isitish, sovutish, media hamda boshqa funksiyalarni o'zingizlar kontrol qilsanglar bo'ladi. Rul, ongidek multimedia. Juda ko'pchilik akalarimiz qora rangini sevadi. Shuning uchun men sizlarga hozir bitta qora rangini ko'rsatishga harakat qildim. Demak, Hyundai Palisade Calligraph 2025-yil 5-oy ishlab chiqarilgan, atigi 17,000 kilometr masofani bosib o'tgan. O'zbekistonga $52,000 SIP Toshkent yoki Andijon narxlarini hisoblab berdik. Artem Motors kompaniyasi Janubiy Koreyadan butun dunyoga bemalol quyida telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Albatta aloqaga chiqinglar. Sizlarga xudo xohlasa chiroyli narxlarda ushbu avtomobilimizni yetkazib beramiz. Kimda kim orzu niyat qilgan bo'lsa, shunaqa avtomobil albatta videoga izoh yozib, like bosishni unutmang. Artem Motors kompaniyasi Janubiy Koreyadan.